Assalomu alaykum hammaga. So'nggi marta bozor bo'yicha analiz berilganiga 2 hafta bo'pti. Bugun ba'zi update'larni berib o'tishim kerak deb bildim, chunki bozor bo'yicha va meni o'zimda ham o'zgarishlar bor. Video davomida aytib o'taman. Demak, birinchi o'rinda Bitcoin bo'yicha berilgan analiz, demak, mana bu narxda berilgan edi va bizni kutgan $60,000 ga kelmadi. Patternlari haqida siz shuni bilishingiz kerak. Ya'ni pattern ishlamasligi mumkin. Ba'zida bu yerda smart money mantig'i ham bor edi. Bu likvidlik tushunchasi, ya'ni likvidliklar yig'ilishi kerak edi. Biroq bu ayiq bozori bo'lgani uchun shunaqa holat bo'lishligi mumkin. Hozir biz maksimal darajada oy oxirigacha tepaga talpinishimiz mumkin va Bitcoin narxida buni ko'ryapmiz. Ya'ni hozircha narxi mana bu katta shamlardan keyin ham maydalanib o'sib $70,000 likvidity yechib turib, biroz korreksiya qilib turib, yana $74,000 o'sishligi mumkin. Bu avgust va sentyabr oyidagi o'sha ehtimoli katta bo'lgan narx diapazoni. Lekin pastel likvidliklar yechilmagani uchun va oylik time frame'da bizda demak iyul oyi biroz ayiq bo'lib yopilganligi uchun, demak bizni maksimal o'sha $73,500 atrofida katta qarshilik kutyapti. Ana shu joydan keyin biz mana bunday holatni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni $73,000 dan keyin bizda mana bunday holat bo'lishligi mumkin. $59,000 $60,000 ushab qolsa, ushab qoladi. Ushab qolmasa keyin yana pastroqqa ketadi. Men buni ya'ni shunday qilib, lo'nda qilib aytib qo'yay, chunki mabodo sentyabr oyiga tahlil chiqmasa ham, bozor narxi o'sha kelib qolsa ham o'zingizlar bilishinglar uchun bozordan biroz chetroq bo'lib turishlik kerak. Chunki biz hozir mana bunday holatdamiz, ya'ni FVG bor bu yoqda. Demak, narx ko'rayotganimizda maydalanib o'syapti va demak, pastda likvidliklar qolib ketyapti $60,000 da. Eng kamida $60,000 da. Keyin Algotrade bo'yicha so'raganlar bor. Algotrade'da ya'ni bitimlar mana bunday holatda orada o'chirib yoqdim, chunki mana bu korreksiya bo'lganida iyun oyi, o'shandan beri yoqmadim, biroz qo'rqdim. Keyin yana yoqdim. Xullas, mana bu joyda mana ko'rayotganingiz zararsiz narxda, mana bu joyda zararga yopilgan. Keyingi bitimlari 2% dan foydaga yopilgan. Shuning uchun ham men o'zimga bitta loyihani oldim. Bu demak merge loyihasi. Hozir men interfeysini ko'rayotganinglardek, demak, buni ustida hozir ishlab bormoqdaman. Bu yerda nimagadir qotyapti. Yana kompyuterimdami yoki o'zi qotyaptimi? Yo'q, kompyuterimda shekilli. Xo'p, ya'ni mana bu merge ustida ishlab bormoqdamiz. Bormoqdaman aniqrog'i. Demak, bu yerda mana eng qiziq joyi, siz o'zingizga sun'iy intellektni mutlaqo bepul qilib ishlatishingiz uchun local AI uchun maqola va qo'llanma yozilgan. To'g'ri, ya'ni men bularni hammasini o'zim yozib chiqmadim, lekin mana bu ostidagi manbalardan foydalanilgan holda o'zbek tiliga Claude Opus'ning so'nggi versiyasida yozib chiqdik va matn o'sha yordamida tuzilgan. Har holda, ya'ni siz OpenAI yoki Anthropic'da pullik modellardan foydalanishingiz shart emas, balki Tether'da QA'ni test qilib ko'ring. Tether ta'kidlashicha, bu sizga shaxsiy suverenitetingizni oshirish imkoniyatini beradi, chunki ma'lumotlaringiz cloud servislarga emas, balki o'zingizda qoladi. Keyingi yangilik bu demak Biko, Tut va boshqa kripto tokenlarda narxi o'sib ketganligi birjalarda cheklovlar qabul qilishiga olib keldi. Demak, Biko hozircha 57% atrofida narxi tushib ketdi. Chunki Bitget asoschisi va boshqa birjalar ta'kidlashicha, demak, mana bu joyda demak bu paranormal holat deb qabul qilingan va demak Biko, Lobster, Tutga tegishli hamyonlarga cheklovlar joriy qilingan.
har xil tranzaksiya va cheklovlari hammasi joriy qilingan. O'shanga ehtiyot bo'linglar. Ya'ni biz tavsiya qilgan tokenlardan misol PRL bor edi. 17 sent yoki qilganda qayerda sotaylik, qanday qilaylik, nima qilaylik deyotganlar bo'lsa, men buni o'zim kichkina trade qilib bordim. Ya'ni 5-6%, 10% foyda qilib bordim. Shuning uchun men hozir ko'rsatib o'tirmoqchi emasman. Umuman aytganda 175 dan tavsiya qilganmidik. Mana shuni hozir mana narxi 75% ga qiymati oshibdi. Lekin bunaqa tokenlarning tushib ketish ehtimoli katta. Chunki bilmadim, 1 yildan beri damp ko'rmagan birjalar endi pumpga qarshi kurashishyapti ekan. Ehtiyot bo'lavergan yaxshi, baribir bilib bo'lmaydi. Va yana bitta yangiliklardan, demak, Robinhood o'zini Layer 2 kripto birjasini ishga tushirdi va bundan o'sha Pooltrade degan yangi anaqani ishga tushirishdi. Pooltrade bu Uniswap ustiga qurilgan. Shuning uchun iyun oyidan beri hattoki Bitcoin'dan, Ethereum'dan eng yaxshi o'sgan token bu Uni bo'ldi, 89%. Lekin negadir, demak, Arbitrum, ya'ni Robinhood blockchainini qurib bergan Arbitrum jamoasi tokeni o'smadi. Hayronman nimaga? Balki buni Arbitrum jamoasini o'ziga berib ko'rishimiz kerakdir. Hozircha demak, bozor bo'yicha yangiliklar shu. Amerika fond bozorida surat unchalik katta o'zgarmagan. Agar biz haftalik performansga olib o'tsak, demak, surat unchalik katta o'zgarmagan. Hozircha o'sha stagnatsiya, o'sha asosan mana mikrochiplar orasida AMD, MU va SNDK, ASML aksiyalari tushgan qiymatlari va retail trade'da Amazon, yana boshqalari qiymatlari biroz oshgan. Hozircha shu. Savolinglar bo'lsa, o'sha izoh qismiga yozasizlar yoki Telegram kanalda berishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.